Savol. Assalomu alaykum ustoz. Haramda ehromli holatda namoz o'qib qolsak, yuzimiz yepiq, ichib etib o'qiyli desak, atrofimizda er kishi bor. Shunga ichib etib o'qiyveramdiq yoki maska taqib o'qisak bo'laveramdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Ayollarning yuzining avrat yoki emasligida qarash birdek emas. Yuz avrat emas degan qarashni tutsa, yuzini yo'gimigandan keyin ehromga taqashmaydi. Yuz avrat degan qarashni tutadigan bo'lsa, ehromli holatda yuzini ichib etadi. Chunki sahih hadislarda ayol kishining ehrom bog'laganda niqob, burqa, palay degandek narsalarni taqib olsa bo'lmaydiganligi naql qilingan. Yuz avrat degan qarashni tutib, burundan yuzini yo'gaydigan ayollar yot erlarga yo'liqqanda ro'milining bir burjiki, qo'lyog'liq degandek narsalar bilan yuzini yo'gab, uzab ketgandan keyin echib etadi. Navoda ehromli holatida yot er yo'q joylardami yuzini yo'gib olgan bo'lsa, fidya vojib bo'ladi. Fidyaga xolisa bir qo'y qon qiladi, xolisa 6 miskinga tamoq sadiqa qiladi, xolisa 3 kun ro'za tutadi. Ba'zi olimlar hukmini bilmay yoki unutib qilib yuzini yo'gib olgan bo'lsa, qasdlik bo'lmaganlikdan fidya bermasmi bo'ladi deydi. Lekin fidya berdi degan qarash kuchlik. Ayollar ehromli holatda yuzini yo'gib olsa bo'lmaydi degan hadisga asosan ehromli holatdan chiqib bo'lguncha shunday qiladi. Ammo ehromli holatda yot erdan yuzini yo'gash uchun maska taqashga bo'lmaydi. Ehromsiz holatda ixtiyor. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh.